Ha, bugun siz bilan top 10 ta anime olamidagi eng chiroyli qiz personajlar haqida gaplashamiz. Ushbu videoda biz birinchi o'rindan birinchi o'ringacha bo'lgan qiz personajlar haqida gaplashamiz. Ushbu videoni tayyorlash uchun ancha vaqtim ketdi. Shu sababli iltimos obuna bo'ling. 10 o'rin Waguri. Menimcha ushbu personajni hozirda hamma tanisa kerak. Chunki ushbu personajning animesi chiqishdan oldin o'zi ham mashhur bo'ldi. Va bu anime 2025-yilning kuz faslida premyera qilindi. 9-o'rin Hinata. Hinata anime olamidagi eng sodda va eng muloyim qizlardan bittasi. Narutoga bo'lgan yillar davom etgan muhabbati uni kuchli ideal qahramonga aylantirdi. 8-o'rin Mahiro. Sokin, e'tiborli va juda jozibali xarakterga ega bu qiz, u har doim mehribonlik va o'ziga tortuvchanlik aurasiga egadir. 7-o'rin Ren. Re:Zero animesidan. Ren butun anime muxlislarining yuragini zabt etgan personaj bo'lib, ham go'zallik, ham sadoqat, ham kuchni o'zida aks ettiradi. Bir so'z bilan ushbu personajni faqatgina ideal deyish mumkindir. 6-o'rin Mizuhara. Tashqi go'zallik va ichki sokinlikni o'zida mujassam etgan ushbu personaj menimcha haqiqiy sevgining timsoli bo'la oladi. Ha, yana bu yili kuz faslida ushbu animening 4-fasli premyera qilindi. 5-o'rin Roxy. Omasining qayta tug'ilishi animesidan. To'g'ri, u anime davomida u darajada ko'p namoyish qilinmagan, ammo bosh qahramonlardan bittasi hisoblanadi. Bo'yi ancha past qilib ko'rsatilgan, ammo uning sehr kuchi juda ham kuchli sanaladi. 4-o'rin Alya. O'sha rus tilida noz karishma qiladigan oppoq sochli qiz va o'ziga xos xarakterga ega. Kelgusi 2026-yilda ushbu animening 2-mavsumi premyera qilinishi rejalashtirilgan. 3-o'rin Nezuko. Demon Slayer animesidan. Va aynan u 3-o'rindaligining sababini menimcha ushbu animeni ko'rganlar biladi. Ayniqsa menga Nezukoning xarakteri juda ham yoqadi. 2-o'rin Mikasa. Titanlar hujumi animesining bosh qahramonlaridan bittasi. Mikasa butun anime va butun anime olamidagi sadoqatning ramzi hisoblanadi. Anime davomida Erenga bo'lgan munosabati uni yanada yuqori o'ringa olib chiqdi. Va nihoyat 1-o'rin Nolikka. Frank Sevgilim animesidan. Nega uning 1-o'rindaligining sababini ushbu animeni ko'rganlar anglagan bo'lsa kerak. Nolikka shu darajadagi ideal qilib yaratilganki, bitta personajda bir nechta xarakter mujassam qilingan. Siz bilan Crazy Tom bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.